Shirin, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, tezroq gapiring. Qo'shnilar ko'rib qolmasin. Sizni sog'indim. Voy, yaqinlashmay uzoqroq turing. Qo'shnilar ko'rib qolsa sharmanda bo'laman. Bo'pti, men ketdim. Suvga deb chiqdim. Baribir meniki bo'lasiz. Tushunmadim, men bilan uzoqlashyapsiz? Endi g'alati-da. Nimasi g'alati? O'zi tanishganimizga 5 minut bo'ldi-yu. Hech narsa qilmaydi. Mendan uzoqlashmang bo'ldi. Mani Shirin bilan gaplashayotganimni bilarding-ku. Mani kechir do'stim. Nima? Do'stim, sen unga soch qo'ygan kuningdan boshlab men sen uchun o'lganman. Mana qara, Shirin bilan gaplashyapsanmi? Ha, 1-2 marta gaplashdim. Boja! Farhod aka, to'y tezlashtirmasak bo'lmaydi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Bu mazalari yo'q. Shu kunlarni ko'rishlari kerak. Bo'ldi, Shirin, men harakatini qilaman. Farhod aka, to'y tezlashtirmasak bo'lmaydi. Tinchlik bu mazasi bo'lmayaptimi? Ayo, prosta puli bor bola chiqib qoldi-da, o'shanga tegib ketaymi? Votidim. Voy, shuna qila qol, menga ham pul berib turarding. Qara, kuyov o'rtoq senga boshqacha qarayapti. Yo'q, qo'sh. Bir oydan keyin to'ymi deyman, a? Bilmadim. Uydagilar nima desa shu. Qara, uni bola menga boshqacha qarayapti. Anu kalmi? Ha, Voy, uni xotini bor-ku. nima qilibdi? Tushunmadim, bizani mahallani qizim bilan begona bola yuribdimi? Kim ekan? U ketdi. Yurchi, bizani sinimiz bilan yuribsanmi? U qiz akasi yo'q-ku. Mahallada har bitta qiz bizani sinimiz bo'ladi. Yurchi bu yoqqa. Tushunmadim, bizani mahallani qizim bilan begona bola yuribdimi? Bizani sinimiz bilan yuribsanmi? U qiz akasi yo'q-ku. Bizga kattalar o'rgatishgan. Mahalladagi har bitta qiz sallani sinilaringda. Sevgilim o'rtada dildagi tuyg'ularimni